alaykum do'stlar, sizlar bilan programmer Birro bo'ladi va ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimiz esa ya'ni ChatGPTni kunlik limitini VIP qilamiz. Ya'ni xohlaganimizcha rasm yaratamiz, rasm yuboramiz unga, xohlaganimizcha savol so'raymiz. Shuni pulsiz, hech qanday pulsiz yoki mablag'siz ishlatishni, ya'ni bepul ishlatishni o'rganamiz. Chalkashib ketyapman, chunki men undan oldin bunaqa videolar chiqarmaganman va YouTuber bo'lmaganman. O'shanga ustimdan kulmay qo'yasizlar. Aytadigan bo'lsam, hozir internetimiz yaxshi ishlamayapti, chunki bizning viloyatda hozir svet yo'q. O'shanga balki bizning viloyatda emas, balki bizning tumanda svet yo'qdir. O'shanga videomizni boshlaymiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hop, endi ChatGPT bilan, ya'ni shu o'zimizning sun'iy intellekt bilan tekinga xohlaganimizcha rasm yoki rasm yaratish yoki boshqa savollarimizni bersak bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun har bitta akkaunt uchun yoki bir email bilan kirsangiz yoki nomer bilan kirsangiz, har bitta kirish uchun 3 imkoniyat beradi. Biz shu imkoniyatlardan foydalanib tugatib qo'yganimizdan keyin nima qilamiz degan savolga javob videosi bu. Hop, buning uchun biz o'zimizga kerakli, ya'ni nechta xohlasak shuncha Google account ochib olishimiz kerak bo'ladi. Google account, nechta Google accountingiz bo'lsa shuncha. Misol uchun 10 ta Google accountingiz bo'lsa, bu degani 30 ta imkoniyat degani. O'zingiz xohlaganingizcha akkaunt ochib olasiz, shunday qilib ishlataverasiz. Misol uchun men hozir yangi akkaunt ochib oldim. Agar akkaunt Google account, ya'ni Google hisob ochishni bilmasangiz, video tagida kommentariyaga birro'da yozib qoldirsangiz, keyingi videolarimda akkaunt ochish haqida o'rgatib o'tishim mumkin. Misol uchun hozir o'z akkaunt ochib olganman. Menda hozir 7 ta akkaunt bor. Xohlaganimcha rasm yoki boshqa narsa foydalansam bo'ladi. Hozir o'z akkauntimga kirib olaman, shuning uchun videoni 2 sekundga to'xtatib turaman. Do'stlar, mana o'zim akkauntni tanlab oldim. Boyagi joydan login Google, with Google deganni bosasizlar. Keyin mana bu yerda o'zingizning akkauntingizni tanlab olasizlar. Misol uchun bu yerda men o'zim yangi akkaunt ochganman, programmer Birro deb. Hop, shuni hozir tanlab oldim. Endi ya'ni shu yangi akkaunt bilan kirayotganingizda bunday qilasizlar. Hop, buni mana pastda programma Birro hisob bilan davom etish bitta bosasizlar va akkauntga, ya'ni shu yangi akkauntingiz bilan ChatGPT kiradi va yana sizga bu degani 3 ta imkoniyat qo'shildi degan. Ya'ni 3 ta imkoniyat. Xohlaganingizcha mazza qilib rasm yoki boshqa bir savollar bo'lsa, shundan foydalanib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha meni internetim ishlamayapti, chunki svet yo'q. O'shanga bemalol shunday qilsanglar sizlarda ishlaydi. Uzr, lekin bunday narsa uchun ayb menda emas. Sizlarda shunday qilsanglar bittada kiradi va rasm yoki video yaratishingiz mumkin. Sizlar bilan programmer Birro kanali bo'ldi. Ko'rish keyingi videolargacha sog' omonchilik tilayman. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan programmer Birro.